Barchaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, kanalimiz a'zolari. Bugungi darvozamizni Qo'qon shahri Dang'ara tumaniga olib kelib o'rnatdik. Darvozamizni alyumin fazondagi darvozamiz 1 kvadrat metrni 1.300.000 so'mdan dostavka ustanovkasi bilan tayyorlab berdik. Materiallariga keladigan bo'lsak, yon tomonlari stoykalari 8x8, 2x denada bo'ldi. Listlarimiz 8lik. O'rtadagi profillarimiz 6x4, 1.7 denada. O'rta delalari yarim 2 qavatli, mo'chika tomonlari alyumin bosilgan. Mashina kiradigan joylarimiz shvillar. Darvozamiz razmeri eniga 390, bo'yiga 360 razmerda 1 kvadrat metrni 1.300.000 so'mdan dostavka ustanovkasi bilan tayyorlab berdik. Eshigimiz razmeri 75 cm ochiladi. Zamoklarimiz ham original zubur zamoklardan qo'yilgan. Darvozamiz ko'rinish holatlari teva tomoni 50 cm alohida promo qilib berganmiz. Darvozamiz arqa holatini ham bir ko'rsatamiz. Arqa holatlari o'rtasi sentr zamok. Bir qo'lda ishni ochiladi, xohlasa. Darvozamiz ochilgan holati. Darvozamiz ochilgan holati. Darvozamiz ham urvinga o'rnatildi, to'shni ochilgan joyida turadi. Zamoklarimiz zubur zamok 5 talik chiqadigan. Darvozamiz orqa ko'rinishlari, orqa tomonidan tekislik bosilgan. Hurmatli obunachilar, bemalol murojaat qilaverasizlar, kelishilgan holda tayyorlab beramiz. Har xil variantdagi darvozalarimiz bor. 1 kvadrat metri 1.300.000 dan tayyor bo'ldi darvozamiz.